Sadriddin Ayni. Sutxo'rning o'limi. 1895-yilda Buxoro madrasalaridan o'zimga bir turar joy axtarar edim. Qancha yugursam yetsam ham tezlikda biron hujra qo'lga kirmadi. O'sha paytlarda bir do'stim menga maslahat yo'li bilan "Qori Ishkamba" degan bir odam bor. U bir necha zarxarid hujraga egadir. Agar undan so'rasang, vaqtincha turmoq uchun o'z hujayralaridan birini senga berar, dedi. Hujralaridan. Do'stimning bu maslahati mening diqqatimni u odamning menga hujra berishi yo bermasligidan ko'ra ko'proq uning nomi tomoniga tortdim. Qori Ishkamba? Haqiqatdan qiziq bir nom. Hayvonlarning oshqozonini ishkamba deydilar. Qanday munosabat bilan odamga ishkamba nomini berganlar? Bu taajjubimni u do'stimga aytib, undan izoh so'radim. Do'stim tushuntirib berdi. U odamning nomi Qori Ismat. Ammo ba'zilar Qori Ismat Ishkam, ba'zilar Qori Ismat Ishkamba va ba'zi birlar qisqartirib Qori Ishkamba deydilar. Buning sababini bilmayman. Lekin ajab emaski, u odamning qorni juda katta bo'lganligidan shu laqabni uning nomiga qo'shgan bo'lsalar, u bora-bora laqab nom o'rniga o'tib qolgan bo'lsa. Xalq ishkamba laqabiga loyiq ko'rgan odamdan biror yaxshilik umid qilib bo'lmasa ham, dedim do'stimga. Siz meni u bilan tanishtiring. Men undan bo'lsa bo'lar, bo'lmasa g'ovlab ketar qabilida bir hujra so'rab ko'raman. Bersa-ku juda yaxshi. Bermasa ham zarari yo'q. Ammo ishkamba odamning qanday maxluq ekanini bir ko'rib qolay. O'zim u bilan shaxsan tanish emasmanki, seni tanishtirsam, dedi do'stim. Faqat duch kelgan vaqtda ko'cha-ko'yda senga ko'rsata olmayman. Undan keyin o'zining yo'lini topib tanishib olasan. Men rozi bo'ldim. Kunlardan bir kuni do'stim bilan Buxoroning Labi hovuzi Devonbegisida sayohat qilib yurib edik. Do'stim sartaroshxonaga kirayotgan bir odamni menga ko'rsatib, "Ana shu odam Qori Ishkamba", dedi. Men uni faqat orqasidan ko'rib qoldim. Afti basharasiga ko'zim tushmadi. Unday bo'lsa men shu yerda qolaman. Agar o'nqovi kelsa, tanishib hujra so'rayman. Bo'lmasa aftini tanib olib kelajak uchun yo'l hozirlayman, deb do'stimdan ajraldim. Men Qori Ishkamba kirgan sartaroshxonaning oldiga borib, supachada o'tirdim va o'ziga bildirmasdan uni kuzata boshladim. U o'rta bo'yli, qorni katta, semiz, bo'yni kalta va yo'g'on, boshi ham katta va sergo'sht bir odam edi. Bo'ynining yo'g'onligi va yuzining sergo'shtligi shu darajada ediki, uning gavdasi suv to'ldirilgan meshday tekis ko'rinar edi. Agar uning qalin soqoli va sochi olinib, kiyimlari ham yechilib tashlansa, nor tuyaning oshqozoniga o'xshab qolar edi. Faqat farqi shundaki, bu tuyaning oshqozonidan kattaroq va tusi ham qizg'ishroq bo'lib, oyu kuni to'lgan semiz tullagan keksa, bo'g'oz hayvonning xuddi o'zi bo'lib qolar edi. Bunday qiyofani ko'rgan hamon mening ko'nglimga ajab emaski, xalq bu nomning qorni kattaligi uchun emas, balki gavdasining yumaloqligi uchun unga ishkamba laqabini munosib ko'rgan bo'lsa, degan fikr keldi. Durust, bu odamning qorni boshqa odamlarning qornilaridan ko'ra juda katta edi. Lekin gavdasining boshqa joylari, hatto bo'yni va yuzlari ham shunday yo'g'on va semiz ediki, uning a'zoyi badani shu katta qorin bilan tep-tekis bo'lib ketgan edi. Soch oldirish navbati Qori Ishkambaga yetdi. Sartarosh ushtarasini qaytarib turib, "Qani bu yerga marhamat qiling", deb unga oynaning oldidagi kursini ko'rsatdi. Qori Ishkamba gavdaning og'irligidanmi yo biron kasalligi sababidanmi zo'rg'a o'rnidan turdi. Lekin yuzini yaltirab qizartirib turganidan uning semizlikdan boshqa kasali yo'qligi bilinar edi. U o'rnidan turib, uzoq esnagandan keyin ikki qo'llab sallasini boshidan oldi va sartaroshxonaning devoridagi lungilangan osilgan qoziqqa ilib qo'ymoqchi bo'ldi. Lekin sartarosh bunga yo'l qo'ymadi va chaqqonlik bilan qo'lidagi ustara va qayroqni oyna oldidagi javon ustiga qo'ydi-da, sallani ikki qo'llab Qori Ishkambaning qo'lidan ola turib, "Sallangiz shunday katta va og'irki, agar u yerga ilsangiz, qoziq sinib, lungilar yerga tushib tuproqqa belangan bo'lur edi", dedi va sallani supacha ustiga qo'ydi. "Hayriyatki", dedi Qori Ishkamba. "Lungilaringiz tufayli mening sallamni ham tuproqqa belanishdan qutqardingiz. Bo'lmasa 5 misqol sovunga kuygan bo'lar edim." "Sizning sallangiz tuproqqa tushsa hech bir zararlanmas edi", dedi sartarosh. "Ko'pdan beri jomashov yuzini ko'rmagan bo'lsa kerakki, tuproqdan ham farqsizroq holga kelgan.
Haqiqatdan ham qori ishkambaning sallasi pechlariga qozon sochiq qistirib o'ragandek parcha parcha qora dog'lar ko'rinar edi. Men o'ylardim, bir salla qancha katta va qanday og'ir bo'lsa ham qoziqni sindira olmasligi aniq. Buni sartarosh ham yaxshi bilar edi. Ammo uning sallani qoziqqa eldirmaslikdan maqsadi uning kirini lungalariga yuqtirmaslik edi. Bunday katta sallani haftada bir jomashovga solish mumkin emas, dedi qori ishkamba. U holda sovunning uyi kuyadi. Nega bo'lmasa kichikroq qilmaysiz? Kichikroq bo'lsa-ku, doka ham ozroq ketadi. Sovun ham ko'p sarf bo'lmaydi, dedi sartarosh. Bu sallam yirtish oluvchi salla, dedi qori ishkamba javobida. Buni boshimga o'rab mozor boshida o'liklarni ko'mayotgan chog'da hozir bo'lsam, boshqa odamlarga bir gazdan yirtish berayotgan bo'lsalar, menga 2 gaz beradilar. Sartarosh gapira-gapira ustarani qayrab oldi. Ustara bilan o'z bilagidan junlarni taroshlab, o'tkirligini sinab ko'rgandan keyin qori ishkambaning bo'yniga lungini o'rab, yana gapira boshladi. Sizni tanimaganlar albatta janozalariga xabar qilmaydilar. Taniydiganlar bo'lsa, xoh sallangiz katta bo'lsin, xoh kichik bo'lsin, sizga munosib ko'rilgan o'lchamda yirtish beradilar. Buning uchun sallani katta qilib, do'konni nobud qilish nega kerak? Siz sodda ekansiz, dedi qori ishkamba. Agar meni janozalarga xabar qiladigan o'liklarni yirtishlariga qarab tursam, soch oldirish pulini qayerdan topaman? Men kunda peshin namozi vaqtida Devonbegi xonaqohining sahnida hozir bo'laman. Janoza o'qish uchun u yerga keltirilgan har bir o'likning tanish bo'lsin bo'lmasin, xudoyi janozasini o'qib, uning orqasidan qabristongacha boraman va nasibaga yarasha yirtish olib qaytaman. Agar o'lik egalari meni tanimasalar, yana ham yaxshiroq. U vaqtda sallamning kattaligiga qarab kattaroq yirtish beradilar. Siz soch oldirish uchun ortiqcha pul ham to'lamaysiz-ku. Uning tashvishini chekib nima qilasiz? Dedi sartarosh bir kaf suvni qori ishkambaning boshiga quyib, sochlarni ishqalab turgan holda. Boshqa odamlar hafta 10 kunda soch oldirib tursalar, siz 2 oyda bir marta soch oldirasiz. Ustara haqqini ham boshqalar beradiganning yarmisigacha berib qochasiz. Qori ishkamba biroz zarda qilib, boshini sartaroshning qo'li ostidan tortdi va bo'ynini cho'zib, boshini ko'tarib, ko'zini sartaroshning yuziga tikib dedi: Men xoh haftada bir marta soch oldiray, xoh 2 oyda bir, buning sizga hech bir aloqasi yo'q. Mening sochim xoh o'sib ketgan bo'lsin, xoh o'smagan bo'lsin, siz bir marta ustara o'rasiz. Uzun soch uchun 2 marta ustara ishlatmaysizki, mehnatingiz ortiq sarf bo'lsa. Agar men soch oldirish haqqini boshqalardan ko'ra kamroq bersam, bu to'g'rida shikoyat qilishingizga haqqingiz yo'q. Chunki o'zingiz ko'rib turibsizki, boshimning yarmisi sochsizdir va siz u yerga hech bir ustara urmaysiz. Men qori ishkambaning keyingi so'zlaridan ogohlanib, uning boshiga qaradim. Darhaqiqat boshining tepasi sochsiz va terisi burma-burma bo'lib qotib qolgan ekan. Sartarosh qori ishkambaning buzilgan kayfini tarqatish uchun bo'lsa kerak, uzr ohangi bilan: Men hazil qildim, qori amaki, dedi. Xoh ko'p haq bering, xoh oz, sizning pulingiz tabarruk. 2 boshdan men boy bo'lmayman. Qaysi sartarosh yo kosib boy bo'lganki, men boy bo'lar edim? Boylik, qashshoqlik Xudodan, dedi qori ishkamba ishontiruvchi bir ohang bilan. Lekin uning masxarab iljayib turishidan o'zining haligi so'ziga ishonmaganligini bilinib turardi. Sartarosh qori ishkambaning sochini olib bo'ldi. Lungini uning bo'ynidan olib, bir chekkada turgan quti ustiga olib borib qoqdi. Lungini sochlardan tozalab, qayta boshdan qorining bo'yniga o'rab, uning boshiga suv quymoqchi bo'lganda: Kerakmas, dedi qori ishkamba. Mo'ylovini qaychilagan bas. Boshining kirini tozalattirishga fursatim yo'q. Nega? Biron janoza vaqti yaqinlashmadimiki, muncha shoshilasiz? Janoza uchrasa soat 12 larda xonaqoh sahrida uchraydi, dedi. Qori va sartaroshxonaning devorida osilgan soatga qarab yana dedi: Hali soat 10, boshqa zarur ishim bor. Yana qanday zarur ish ekan u? Deb so'radi sartarosh. Shu vaqt bank xodimlarining choy ichish vaqtlari. Agar biroz kechiksam, choydan qolaman. Xo'p, unday bo'lsa, dedi sartarosh salmoqlab va qorining labini 2 barmog'i bilan burib ushlab mo'ylovini qaychilashga kirishdi. Men bu so'z va bu hollarning hech biridan qori ishkambaning qanday odam ekanligini aniqlay olmadim. Men agar bu odam bir necha zarxarat hujraning egasi bo'lsa,
Nega o'zining tirikchiligini, hatto soch oldirish pulini tanimagan o'liklarning yirtishi ustiga qo'ygan? Holbuki bunday ish uysiz joysiz qo'lidan hech bir ish kelmaydigan gadoylarning ishi. Agar haqiqatdan bu odam uysiz joysiz gadoyday bo'lsa, nega o'zini bank xodimlari bilan oshno ko'rsatadi? Hatto ularning tushlik payti ustiga yetib borishini zarur sanaydi. Har holda bu qiziq maxluq ko'rinadi. Buni ta'qib qilib yaxshigina tanishib olishim kerak. Hujjat so'rash masalasi bunga bir bahona bo'ladi, derdim o'zimga. Sartarosh qora ishkambaning mo'ylovini qaychilab bo'lgan, hamon u o'rnidan irg'ib turdi va sallasi supachadan olib boshiga qo'ndirdi. Sartarosh xonadan chiqdi. Qora amaki soch oldirish puli nima bo'ldi? Deb sartarosh uning orqasidan tovush berganda, u qayrilib qaramasdan, qadamini sekinlatmasdan, maydam yo'q. Yana soch oldirganda ikkisini bir qo'shib beraman, deb tezroq yurib ketdi va bir nafasda ko'zdan g'oyib bo'ldi. Ikkinchi kuni men yana qori ishkambaga duch kelib, iloji bo'lsa u bilan tanishish niyatida ko'chaga chiqdim. Labi hovzi devon begini aylanib, xonaqohning janubi tomonidan boshlanadigan bazzozlik rastasiga tushdim. Bazzozlik do'konlari oldida o'tirgan odamlarni bir ko'zdan kechirib, bu rastani g'arb tomonda adog'i bo'lgan Sesuv, yo'lning uch tomonga ayrilgan joyi. Chiqdimda u yerdan shimol tomonga qarab boradigan rastaga burildim. Bu rasta Chimni bozori bo'lib, o'rta belida sandiq saroyi va sandiq sotiladigan do'konlar bor edi. Rastada hali 10 qadam ham bormagan edim. Ko'zim qora ishkambaga tushdi. U bir chinnifurushning do'koni supachasida oyog'ini osiltirib o'tirar edi. Men ham uning ro'parasiga yaqinroq borib, eshigi yopiq bir do'konning supachasiga o'tirdim va sichqon poylagan mushukday ikki ko'zimni uning tomoniga tikdim. Chinnifurushning oldida bir choynak choy bo'lib, u choydan piyolaga quyib, navbat bilan bir daf'a o'zi, bir daf'a qori ichishar edi. Shu vaqtda bir novvoy boshida bir savat, qo'lida bir savat non bilan suvi, moy, uni, shakar, issiq non, ehtiyot bo'l, qo'ling kuyadi, deb rastada o'taberdi. Qori ishkamba novvoyni chaqirdi. Novvoy uning oldiga borib, qo'lidagi savatni pastlatganda, u 2 dona qip-qizil nonni tanlab oldi. Nonlarni sindirib chinnifurushning yelpig'ichi ustiga tashladi va bir burdani og'ziga tiqqanidan keyin qo'lini yon cho'ntagiga soldi. Men uning bu ishidan juda taajjubda qoldim. Uning bu ishi tunov kuni sartaroshxonada ko'rganim odamning ishlariga o'xshamas edi. Tunov kuni o'zini tirikchiligi, o'liklarning yirtishi ustiga qo'ygan isqirt bir odam bilan ko'rsatgan edi. Soch oldirishda boshining sochsiz joylariga hisoblab, oxiri haq bermasdan qochib ketgan edi. Bugun bo'lsa savdolashmasdan 2 nonni oldi. Uni boshqa bir odamning do'koni oldida sindirib birgalashib yeyishi bilan bu kuni mening ko'zimda xotam toyi bo'lib ko'rindi. Qori ishkamba cho'ntagiga tiqqan qo'lini olib boshqa cho'ntagiga tiqdi. Bu orada tag'in bir burda non olib lunjiga joyladi. Novvoy, tez bo'ling, qora amaki, menga pulini uzating, men ketay, nonim sovib bozordan qolmasin, deb qistar edi. Qori ishkamba hamma cho'ntaklarni axtarib bo'lgandan keyin chinnifurushga qarab, uka, shu nonlarni pulini siz berib turing, cho'ntagimda pulim yo'q ekan. Agar pulim yo'qligini boshdan bilsaydim, nonlarni sindirmas edim, dedi va o'zi xotirjam bo'lib 2 qo'lini non yeyishga kirishdi. Chinnifurush manglayini burishtirib bir nonga qaradi, bir qoriga. Oxiri novvoydan nonning narxini so'ragandan keyin g'aladonidan pul chiqarib to'lab yubordi. Ammo qori ishkamba novvoyga ham chinnifurushga ham qaramay 2 ko'zini nonga tikkanicha lunjiga non burdalarini tiqmoqda edi. Faqat chinnifurush novvoyni kuzatib o'z oldiga qo'yib qo'yilgan choyni ichayotganda qori ishkamba uning qaramaganini holda qo'li bilan uni non yeyishga taklif qildi. Chinnifurush nondan bir burda yeb, qo'lidagi bir piyolani bo'shatguncha qori ishkamba sindirilgan nonlarni yeb tugatayozgan va yelpig'ich ustida sindirilgan non kamaygan sari qori ishkambaning ishtahasi ortib borardi. Oxiri shu darajaga yetdiki, chaynalmagan non bilan bo'lgan lunjini qimirlata olmayotgan, tomog'idan non o'tmaydigan va og'zi gapirishga imkon topolmaydigan bo'ldi. Qo'li bilan chinnifurushga choynakni ko'rsatib, ishorat bilan bir piyola choy quyib berishini so'radi. Chinnifurush iljaygan holda piyolaga choy quyib unga uzatdi. Qori ishkamba bir qo'lini yelpig'ich ustida qolgan eng oxirgi bir burda non ustiga qo'ygan holida ikkinchi qo'li bilan piyolani olib bir ho'plam choy ichdi.
Shu bilan og'zidagi nonlar yumshab, lunji biroz bo'shagan bo'lsa kerakki, eng oxirgi non murdasini ham og'ziga tiqdi va piyoladagi choyni xo'rillatib ichgandan keyin og'zidagi nonlarni chaynay o'rnidan turib ketdi. Men ham uning orqasiga tushdim. Qori ishkamba yo'l yurishdan uncha shoshilmas edim. Asta qadam tashlab, ikki tomondagi do'kon va do'kondorlarni bir ko'zdan kechirar, ko'ziga tushgan odamlar bilan salom alik ham qilar edim. U bir necha qadam yurgandan keyin sandiq saroyi oldida bir sandiq furush do'konning yuzpo'chasiga o'tirdi. Sandiq furushning o'zi do'konning ichkarirog'ida o'tirardi. Oldiga hisob cho'ti tik qo'yilgan bo'lib, labi pichirlar edi. Qori ishkamba o'tirgani hamon yonboshlab qo'lini cho'tning orqasiga uzatdi-da, u yerdan bir narsani olib og'ziga tiqdi. Men sandiq furush do'konining yonida o'tiradigan joy topmadim. Noiloj qolib uzoqroqda bir bo'sh joy topib o'tirdim. Lekin u yerdan turib qori ishkambaning ishlarini payqay olmas edim. Faqat sandiq furush do'konining oldida o'tayotganimda shuni sezdimki, u o'tgan ketganlarning ko'zidan yashirmoqchi bo'lib, hisob cho'ti pannasiga bir narsani qo'yib yemoqchi ekan. Shunday bo'lsa ham, qori ishkambaning o'tkir ko'zi uning ko'rgan va ola solib u yerga o'tirib, u narsani yeyishda sandiq furushga yordamlasha boshlaganini payqadim. U narsaning nima ekanligini aniqlay olmadim. Qori ishkamba sandiq furush do'konida ko'p o'tirdi. Yeydigan narsani yeb bo'lgandan keyin o'rnidan turib, do'ppi va shoxi bozor bo'lgan tumchaga kirdi. Bu tumcha deb atalgan bozor chinni furushlik rastasi bilan attorlik rastasi orasida ko'ndalang bo'lib, ikki rastani bir-biroviga tutashtiradigan usti yopiq torgina bir yo'lakcha edi. Men tumchadan ancha uzoqlikda o'tirgan joyimda turib, qori ishkambaning orqasidan yetishmoq uchun darrov yoniga tushdim va tumchaga kirib unga yetib oldim. U ham bu gal biroz tez yurar, ikki tomondagi do'kon va do'kondorlarga ko'p qaramas edi. Faqat bora turib bir do'ppi furushning do'koni oldida to'xtab qoldim. Tevarakda munosib o'tirar joy bo'lmagandan men ham o'zimni xaridor ko'rsatib do'ppi furush do'konining oldida turdim. Qori ishkamba do'ppi furush bilan salomlashgandan keyin undan mening do'ppilarimni sotdingizmi deb so'radim. Yo'q, hali sotganim yo'q dedi do'kondor. Sotgansiz-ku-ya, lekin pulini bir necha kun ishlatmoqchisiz dedi. Qori ishkamba do'kondorning gapiga ishonmaganligini bildirdi. Qori amaki, siz odamga ishonmaydigan bir kishisiz. Shunday ekan holda do'kondor orqasiga qayrilib, qo'lini rafchalarni biriga uzatdi va ustma-ust qo'yilgan bir to'sa do'ppini olib qori ishkambaga ko'rsatdi. Shular sizning do'ppilaringiz emasmi? Shular mening do'ppilarim dedi va qo'shimcha qildi. Boshda ham men sizning gapingizga ishongandim. Faqat bir hazil qilgan edim-da, darrov achchig'ingiz kelmasin. Nega achchig'im kelsin? Sizning bunaqa hazillaringiz endi eshitayotganim yo'q-ku. Xo'p, hazilni bir yoqqa qo'yaylik dedi qori ishkamba. Men bu kun pulga juda muhtojman. Bir ish qilib, shu do'ppilarni pulini hech bo'lmaganda yarmisini berib tursangiz, meni juda minnatdor qilgan bo'lar edingiz. Shunday qiling, jon aka, ilohim bolalaringiz to'yini ko'ring. Bu gapingiz hazil bo'lsa ham yaxshi emas, chin bo'lsa ham, dedi do'ppi furush jiddiy ohang bilan. Nega? Shuning uchunki, dedi do'ppi furush. Siz mendan o'z do'ppilaringizni chakana narx bilan sotib berishni so'ragan edingiz. Agar men o'z dastmoyamdan sizga bularning pulini avvaldan berib qo'yib, keyin bitta sotib u pulning o'rnini to'ldirsam, menga foyda bo'lmaydigina emas, balki zarar bo'ladi. Chunki siz o'zingiz har 100 tangangiz uchun mening o'zimdan har oyda 2,5 tanga foyda olasiz. Shunday bo'la turib, o'z pulingdan menga berib tur deysiz. Qori ishkamba do'ppi furushning bu gapiga javob topolmagandan bo'lsa kerak, o'ylab qoldi va do'ppi furush yana so'zga kirishdi. Bo'lmasa bir ish qilaylik. Na six kuysin, na kabob. Qanday ish deb so'radi qori ishkamba. Siz o'z do'ppilaringizni ko'tara narx bilan baholab menga soting. Men ham bularning pulini sizga naqd to'lay. Undan keyin chakana narx bilan o'z hisobingizga bitta sotay. U holda menga ham bir narsa qoladi, siz ham pulingizni hozirdan olasiz, nima deysiz? Bunday savdo menga to'g'ri kelmaydi. U vaqtda do'ppilar pulining qariyb 4dan 1 qo'limdan ketadi, dedi qori ishkamba va ketmoqchi bo'ldi. O'tiring, do'ppilaringiz puli ustidan bitta choy damlay, dedi do'ppi furush hazillashib. Rahmat, men hozir bankka borib choy ichaman, dedi qori va kulib qo'shimcha qildi. Mening do'ppilarim pulidan bo'ladigan choyga na sizning ishingiz o'tadi, na o'zimniki. Do'ppi furush qori ishkambaning bu gapiga kularkan mendan sizga nima kerak deb so'radi. Do'ppi. Ketarmon bo'lib qadamini olg'a bosgan qori ishkamba mening bu gapimni eshitib yo'ldan qaytib to'xtab qoldi va do'ppi furushga qarab
Bu kishiga mening do'ppalarimdan ko'rsating, dedi do'ppifurush. Qora ishkambaning do'ppalarini dastasi bilan mening qo'limga berib, mana bulardan birortasini tanlang, dedim. Men ham ularni birortasini ajratib, mana shunisi qancha turadi, deb so'radim. 5 tanga, dedi do'ppifurush. 2 tanga, dedim men do'ppalarni dastasi bilan uning qo'liga qaytarib berib. Insof qiling, uka, dedi qora ishkamba menga qarab. Bularni har biriga 4 tangalik mahsulot sarf bo'lgan. Aqalli o'sha mahsulotning pulini bering, tikish haqqini sizga bag'ishlasinlar. Bu kishi do'ppi olmaydilar, dedi do'kondor do'ppilarni rafchaga qo'ya turib. Bekorga ham tamom bo'lmang. Qori yo'lga tushdi. Men ham. Qori ishkamba timchaning attorlik rastasiga o'tiradigan tomondan chiqib, bir attorning do'koni oldida to'xtadi. Men ham do'ppifurush do'koni yonidagi tajribamni ishlatib, o'zimni xaridor ko'rsatib, uning yoniga borib turdim. Qori ishkamba attor bilan salomlashgandan keyin unga avarasi hisobidan bir tishlam gulqand bering. Ishtahadan qolibman, dedi. Attor kulimsirab oldidagi mis tosning qopqog'ini ochdi va uning ichidan temir belcha bilan yong'oqday gulqand uzib, qoriga uzata turib dedi. Xayriyatga ishtahadan qolgan ekansiz, qori aka. Bo'lmasa butun dunyoni yeb qo'yar edingiz. Qori ishkamba belchani attorning qo'lidan olib, uning ichidagi gulqandni tishi bilan oldi va belchani attorga uzatib, avarasi juda ham kichik bo'libdi. Tishlarimning qovogida yo'qolib ketdi, dedi. Do'konim kichkina, mollarimning bori bobo olib nabira sotadigan mollar. Bu holda avarasi bundan katta bo'lmaydi. Xo'p, avarasi uchun bo'lmasa xudo uchun yana bir tishlam bering, duo qilaman, dedi qori ishkamba. Attor yana bir tishlab gulqand uzib, belcha bilan qoriga uzatdi. Qori bu daf'a belchani attorning qo'lidan ola turib menga qarab, uka, menda biron ishingiz bormi, dedi to'satdan. Men uning bu savolidan shoshib qoldim. Chunki bunday savolni undan kutmagan va javobiga hozirlanmagan edim. Men, ha, sizda ishim bor, ovloq yerda aytaman, deb uni bir chekkaga tortib, hujra masalasini uning oldiga qo'yish o'rniga boshqacha harakat qildim. Attor agar ha, uka, sizga nima kerak desa, uning javobi uchun hozirlab qo'ygan so'zimni telbalanib, qori ishkambaga aytib yubordim. Ha, menga murch kerak, dedim. Albatta bu javob qori ishkambaning uka, menda biron ishingiz bormi degan savoliga tamoman aloqasiz bo'lib tushdi. Buni darhol o'zim ham sezdim. Shuning uchun tezlik bilan qo'limni yon cho'ntagimga tiqdim. Darrov biroz murch olib, u yerdan qochmoqchi bo'ldim. Vaqtga qarshi cho'ntagimda biron pul ham yo'q ekan. Qizarib, bo'zarib attorga qarab, hozir yonimda pulim yo'q ekan, borib pul keltirib so'ngra olaman, dedim-da, tura solib u yerdan qochdim. Attorning do'koni oldida uzoqlashayotganimda ko'zimning qiri tushdi. Qora ishkamba quyi labini yuqori labi ustiga tortib, mening haqimda nimadir ishorat bilan attorga anglatayotgan edi. Bugun ham mening ovom yurmadi. Yurmadigina emas, tuzoq oldiga kelgan ov hurkib qochgan edi. Bundan buyon uning orqasida tushish yo'li men uchun to'silgan edi. Qora ishkamba oldida sharmanda bo'lgan edim. Murch olishimning yolg'onligi uning oldida kun kabi oydin edi. Men murch olmasdan murch yegan. Buxoro istilohicha firib yemoq, aldamoqdir edim. Hatto u murch olishimga qiyos qilib, do'ppi olishimning ham yolg'onligini bilib olgan edi. Endi pushaymon qilish o'rinsiz. Afsus, foyda bermas. Ov tuzoqdan qochgan qush qo'ldan uchgan edi. Shuningdek, men u bilan tanishim va uning ahvolini o'rganishdan umidimni uzmagan. Faqat bu maqsadga yetishim uchun boshqa yo'llar, boshqa tadbirlar izlamoqda edim. Oxir xayolimga mana shunday bir fikr keldi. Uning uyi manzilini topaman, to'ppa-to'g'ri uyga boraman. Uning oldida do'ppi olishim va murch olishimning yolg'onligiga iqror bo'laman. Sizning orqangizga tushishdan maqsadim siz bilan tanishish, sizdan hujra so'ramoq edi, deyman. Shu bilan ham sharmandalikdan qutulaman, ham u bilan tanishib olaman. Shundan keyin uning ahvolini o'rganish uchun menga yo'l ochiq bo'ladi.